Assalomu alaykum, hurmatli bankimiz mijozlari. Bugun muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan uch yil tajribasi asosida tashkil etilgan uchrashuvda yig'ilib turibmiz. Bu uchrashuvlarda ko'zlagan asosiy maqsad siz tadbirkorlarning muammolaringizni hal etish orqali yangi ish o'rinlari yaratishga qaratilgan. Marhamat, kimda qanday savollar bo'lsa aytishlaringiz mumkin. Banklarda qanday imtiyozli kreditlar bor? Rahmat sizga savol uchun. Juda yaxshi savol. Bankimizga biriktirilgan mahallalarda o'z-o'zini bank qilish orqali ajratiladigan mikroqarz kreditlarimiz mavjud. Bular mahalla loyihasi krediti va biznesga birinchi qadam kreditlar. Mahalla loyihasi krediti 5 yil muddatga beriladi, 2 yil imtiyozli davr bilan. 25% yillik ustama bilan ajratiladi. Biznesga birinchi qadam kreditimiz 4 yilga beriladi, 6 oy imtiyozli davr bilan bu ham 25% dan iborat. Kreditni olish uchun asosiy shart siz o'z-o'zini band qilish guvohnomasini olishingiz kerak bo'ladi.